O'zi intayin ulug', qilmoq bak oson. Biz sal qaraydigan, ammo foydasi nihoyat ko'p bir ibodat bor. Bu ibodatni baynamrat, ayol hamma odam qila oladi. Bu ibodatga tahorat ketmaydi. Qiblaga qarash shart emas. Bu ibodatni manganda, o'ltirganda, mashina deganda har vaqt qilg'ili bo'ladi. Bu ibodat fiqirchilikdan qutuldiradi. Ko'ngilga huzur va xotirjamlik ato qiladi. Bu ibodat bo'lsa zikr, tasbih va istig'for aytish. İçiniz sıkılıp başkalarının gap sözleri yürkünüzün ağrıtkan vaxtida Allah'a hamdu ve tesbih eytin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Biz ulanın sözlerden yürkünüzün sıkılıvatkanlıkını obdan bilemiz. Rabbinizga hamdu ve tesbih eytin deydi. Hayattan huzur alınmağınızda istig'for eytib tövbe kılın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. Sizler Allah'a istig'for eytin. Ondan keyin Allohga tavba qilinglar. Alloh sizlarni hayot va dunyodan obdan bahramon qiladi deydi. G'am, andisha, qayg'u va qiyinchilikdan qutulishni xohlasangiz istig'for ayting. Payg'ambar alayhissalom qandoq bir odam doim istig'for aytsa, Alloh uning har bir qiyinchiligiga chiqish yo'li beradi va butun g'amlarini ko'tarib o'tadi va o'ylamagan yerdan rizq beradi deydi. Saqliq va kuch-quvvat xohlasangiz istig'for ayting. Alloh taolo Qur'on Karimda Hud alayhissalomning tili orqali ya qavm istag'firu robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ey qavmim, Allah'a istig'for aytinglar. Ondan Allohga tavba qilinglar. Alloh sizlarga rizqning sababi bo'lgan mo'l yig'in yomg'irlarni yog'dirib beradi va kuch-quvvatinglarni texmi ziyoda qiladi deydi. Gunohlaringizning kechirilishini xohlasangiz istig'for ayting. Alloh taolo Qur'on Karimda Nuh alayhissalomning tili orqali ey qavmim, Robbinglarga istig'for aytinglar. Alloh taolo sizlarni kechiradi deydi. Mal dunyo va farzandlaringizning ko'p bo'lishini orzu qilsangiz Allohga istig'for ayting. Alloh taolo Qur'on Karimda Robbinglarga istig'for aytinglar. U gunohlarni mag'firat qilg'uchidir. U sizlarga mo'l yig'in yog'dirib beradi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni va o'stanlarni ato qiladi deydi. Allah'ın azabından saqlanishni xohlasangiz istig'for ayting. Chunki Alloh taolo istig'for aytgan bandani azoplamaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ma kanallohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun." Ular istig'for aytib turadi ekan, Alloh ularni azoplamaydi deydi. Bir odam Rasulullohning qashig'iga kelib, "Ey Rasululloh, menga islomning ibodatlari nihoyat ko'p bo'lib ketdi. Yana qaysini qilishni bilmadim. Menga bir ibodatni deb pasla, men shu ibodatga chin eslay" dedi. Payg'ambar alayhissalom u odamga "Tiling Allohni eslashdan qurib qolmasin, ya'ni to'xtab qolmasin" dedi. Zikr, tasbih va istig'for aytish Rasulullohning doimlik ibodati. Payg'ambar alayhissalom Allohni zikr qiladigan odam bilan Allohni zikr qilmaydigan odamning misoli o'lik bilan tirikka o'xshaydi deb suhbatlagan. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalom sahobalarga "Men sizlarga Robbinglarning huzurida eng ulug' sanaladigan, martabanglarni yuqori ko'taradigan, Alloh yo'lida oltin kumush sarf qilgandinmi, dushmaninglar bilan naq maydon urushib jihad qilgandinmi afzal bir ibodatni deb beraymi?" dedi. Sahobalar "Bo'lsa shunda qilsa Rasululloh, u qaysi amal?" dedi. Rasululloh ularga Allohni ko'p zikr qilish, ya'ni ko'p yod etish dedi. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Men sizlarga jannatning xazinalaridan bir xazina deb beraymi?" dedi. Sahobalar "Bo's deb pasli Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom "La havla va la quvvata illa billah" deb javob berdi. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalom tilg'i yengil, qiyomat kuni taroziga ig'ir keladigan Allohga suyumlik ikki dona so'z bor. U bo'lsa-mu subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim dedi. Zikr, tasbih uxlaganda, uyg'onganda, uyga kirganda, uydan chiqqanda, aynak ko'yganda, yangi kiyim kiyganda va mashina haydaganda o'qiladigan duolarning hammasi bir zikr. Bu zikrlarni ko'p o'qish va Rasulullohga durud va salomlarni o'qish bizni Allohga yaqinlashtiradigan, ruhimizni poklaydigan o'zi oson, ulug' bir ibodat. Zikrillahi tartahul qulub va tanzahul mata'ib wal kurub va tanzilu rahmatul